ochiq, kontrast suvga kiryapti. Demak, o'ng turbangiz ochiq. Mana bu chapi. Chap turbangiz ochiq. Bunaqa yomon narsa yo'q, xazinasi bor. Faqat o'ng turbangizda ozgina shamollashi bor. Yig'ilib qolyapti. Atak ochiq. Ikkala turbasi ham ochiq. Endi tuxumingizni soni ham yaxshi. Gamolastashirdim-ku, aytdim-ku. Tepadan boshdan birinchi benzin deb sizga aytdimmi? Benzin ba'zi benzin kolonka deb tushuntirib qaysi biriga. Masalan, ikkita anaqa bor-da, bittasi mayakda, mayak urug' ishlab chiqaradigan joyda ishlamayaptimi? Yoki boshdagi urug'ni ishlab chiqarishga masalan garmon yetkazib beradigan baza bor. Benzin kolonka deylik, benzin kolonkadan benzin chiqadi, motorga qo'yasiz, keyin mashinadan haydaysiz, to'g'rimi? Ana shu benzin yaxshi yetishmayapti, o'shani tekshirish uchun men sizni tekshirdim. Sizda benzin yaxshi yetkazib beryapti. Hammasi masalalarni motorga.